Mashina narxini yakson qilamiz deb vahima qilmaymiz. 2015-yilda ishlab chiqarilgan metallika rangda. Narxi endi shunga yarasha bo'ladi. Sababi yili yangi, kraskasi yaxshi, faqat kapotda bor ekan, kirlarga o'tgan, navrotlar bor ekan, yangi balonlar qo'yilgan. 2015-yilda ishlab chiqarilgan aytib o'tganimizda Nexia'ning so'nggi avlodlaridan marhamat motor holatini ko'rsatib o'tasiz. Ruli gidravlika bo'ladi. Aka Sonsa bu. Sons motorda, yaxshi, yomon emas. Motor turishi ham yaxshi. Metallargacha bor ekan, yomon emas. Kapotni ham ko'rsatib o'ting, mana ichki qismini ko'rsatib o'tsa bo'ladi. Metan. Yaxshi, yomon emas. Faqat aka kapot bilan kiloga o'tomonga o'tganmiz. Fallar let bo'lgan, yonib turibdi, ko'rsatib o'tasiz. Nomerlar ham chiroyli ekan, o'ziga yarasha. Oldi alsofga almashmagan, to'rtta yumshoq yangi balon taqilgan, yaxshi holatda turibdi. Espero kalpakda. Shumkalar yo'q ekan, bakoylar bu yerda yaxshi. Marhamat. Obshirka holati. Mashina 183 ming kilometr masofani bosib o'tgan, chiqib poliklar taqilgan. Men o'zingiz uchun Evacordan polik taqib olasiz. Cherali, shu Evacor bizga reklamaga pul bermayapti, bilasizmi? Ko'p maqtayapman, Evacor pul bermayapti lekin. Nasib bo'lsa mashhur kesak beradi, orqasini ko'rsatib o'ting. Yaxshi holatda turibdi. Ranchasi lekin svej, akkuratni turibdi akalar. Misol uchun ko'z bilan o'zingiz ko'rsatasiz, yana ishonch hosil qilasizlar mashinani o'ziga. Marhamat orqa qismi yaxshi, tiniqgina turibdi aka. O'zlari akkuratni haydagan ekanlar mashinani. 100 talik metan turibdi, ko'rdim. Aka, o'sha gap keyingi savdosini qilaylik buni. Mana bu hozir blogerlar chiqqanda shunday keladi, videoni prosmotr ko'payish uchun boshdan aytadi, keyin buyoqqa keling. Aytadi, hozir video anaqa mashina narxini yakson qilamiz, unday qilamiz. Как будто siz 4 mingga bersangiz mashinani, u yakson qilamiz, 2 mingga berib qo'yasiz. Как будто hayolda. Nechta qo'yamiz aka? Sizning mashinangiz mehnat qilib olgansiz. Prosta o'sha toshkasini aytaylik, siz ham insofni ayting, oladigan odam baraka topsin summangizdan. 4400 akajon. 4400 oxiri. Taqilgan. Salaqa rimaga borib o'tib beraman. Telefon qilib, bizning kanaldan chiqsa. Generalniy bo'ladi. Generalniy ham bo'ladi. Eshitasiz, hozirgi zamonda sal bunaqa dokument muammo bo'lyapti, chunki olgan bergan odam birdan oформление qilsin deyapti. Hozir muammolar ko'p bo'lyapti, generalni berasiz aka. Samarqand devorasi berasiz. Olgan odam faqat muammo qilmasa ayrasa bo'ldi. Telefon raqamini ayting. 94 282 00 08. Telefon qilib baraka qilasiz. Nexia yaxshi holatda, like, podpiska esdan chiqmasin, rahmat hammaga.